Kimga yaxshi, kimga yomon? Men har doim xalq tomon. Xalq bob arzon mashina qo'ying deyapti. Mana men xalqimiz uchun arzon mashina bozordan ham, egadan ham, ko'chadan ham topa olmaydigan narx qo'yib beraman. Egalardan ham 1 so'm olmayman. Reklamam tekin. Faqat xalq uchun, sizlar uchun. Arzonchi bolalar kanalimizda Matiz Best kelib qoldi. Xudo xolasa, yili kesik 2007-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best, original Best. Xo'p, kraskasi kesik, tajukka sepilgan ekan, o'zi uchun asosiy qolgan ekan. Xo'p, bu Best konteyner bo'ladi. Xo'p, ichari kesiklar yomon emas, bitta ikkinchisiga quvarish kerak, qo'li bor. Xullas, yurgan probegi 297 ming yurgan ekan. Xo'p, egalar aytishi bo'yicha ozgina ishi bor deyaptilar. Atak yomon emas. Disciplina korzinasida ozgina ishi bor. Keyin o'sha gidronasosida ham ozgina ishi bor deyishdi. Atak mashina yurib kelgan holatda mana shu bo'ladi. Mashinalar achiga kelsak, achiklar yomon emas. Xo'p, hadovoylar yaxshi deyishdi. Yana o'zinglar uchun ustinglarni olib kelib, kuzovlarni ko'rsatib, hadovoylarni ko'rsatib, bir sidra hamma yog'ini ko'rsatib, savdosini qilishinglar mumkin. Kimga motori qiziq bo'lsa, motori qanaqa ishlayapti aka desa, mana qanaqa ishlab turibdi motori. Mana aytganimdek gidronasosida, rulovoy gidronasosida ozgina ishi bor deyishdi. Xo'p, qolgan joylari yaxshi. Hech qanaqa moy-poy yemayapti. Holati zo'r, mana zavat bo'lib turibdi mashina. Mana kapotida ham kraskasi bor, patyubka bo'lgandi-da-mu. Xo'p, kapot alishgan ekan. Atak holati yomon emas, mana zavat bo'lib turibdi mashina. Xullas, o'sha gap. Men har doim xalqimiz tomonman. Mana shu orqamda turgan bestimizni qanchaga berib yuboramiz? Taxmin qilib bo'ldinglarmi? Xo'p, $1650 ga berib yuboramiz. Ulguringlar.